Inson quloqlari 16 dan 20 ming gersgacha bo'lgan tovushlarni eshitadi. Hayotda 16 dan past va 20 mingdan gersdan baland bo'lgan tovushlar ham mavjud, lekin bularni eshitish uchun insonga qobiliyat berilmagan. Hattoki itlar ham insonlar eshitmaydigan tovushlarni eshitadi. Uzoq masofadan turib sizning yuragingiz nechta urayotganligini va shunga qarab sizni aslida qo'rqayotgan yoki qo'rqmayotganligingizni bilib oladi. Insonlar qulog'i ham xuddi qo'llariga o'xshab o'naqay yoki chapaqay bo'ladi. Sizning qaysi qulog'ingiz yaxshi eshitadi? O'ng yoki chap qulog'ingiz?